Keyingi sizlarga tavsiya qiladiganim bu mana rosa chiroyli sumkamiz. Mana buniyam rosa chiroyli, mana ichlari keng, kelinlarimiz sarpasiga olib qo'ysa shunaqa chiroyli. Mana bandlarni qaranglar. Даже bandidayam bor. Xohlasanglar osvasanglar bo'ladi. Xohlasanglar bandidan ko'tarib to'y marosimiga olib borsanglar bo'ladi. Babochkalari o'ziga ulangan, yon atroflari durli. Mana bu sumkamiz bor. Bu sumkamizni 200 mingga 200 ming deganman, lekin 180 mingga buni skidkaga qo'ydim. Shu aytganimdek 8-martga yoki hayitga o'zimga hadya qilsanglar, вообще zo'r narsa. Keyin undan tashqari mana bunaqa patli sumkamiz bor. Qaranglar, вообще нежный qizlar sarpasiga shunaqa ochadi. Buni zanjiri bor va ichlari keng. Buni mana qizlar ko'rib turganingizdek, bunga telefon, pudra, pomada, hamma narsa ketadi va betida zanjir iladigan joyi bor. Mana zanjir ilvasa bo'ladi yokida xohlasanglar qo'lingizda klach qilib olib yursanglar bo'ladi. Mana qaranglar, shunaqa нежный narsa. Xo'sh, qizlarjonlar, keyingi obzorimiz mana bunaqa qizlarimizni sarpasiga novotrang shunaqa shirin sumka. Buni ham ichlari keng, bunga telefon, ancha-muncha narsalar ketadi. Telefonlar ham bemalol sig'adi va buni o'zini bolachasi bor. Mana bu plastik soladigan karmashkasi o'zini ichida. Mana plastiklarni solib, magnitozini yopib, ichiga solib qo'ysa bo'ladi. Bu ona bolali sumkamiz. Bu sumkamizni 170 ming qilaman. Bandlari temirli. Mana ko'rib turganingizdek, sarpaga olsanglar ham shunaqa ochadi. Mana qaranglar, rangini novotrang, hamma kiyimlarga tushib ketadi. Bemalol hadyaga olsanglar bo'ladi. Undan tashqari yana fermuar sumkam bor. Mana bunaqa aylanali fermuar sumkam. Buni 100 ming so'mga beraman. Buni ham ichi rosa keng, bemalol ichiga ancha-muncha narsa ketadi. Hozir men sizlarga ichini obzor qilib beraman. Mana qaranglar, ichini ochganda mana ichlari rosa keng, ko'ryapsizlarmi? Ichiga ancha-muncha narsa ketadi. Mana bo'yini ko'rib turganingizdek, mana teglari tekis qilingan, bo'ylari mana shu bir qarchdan sal kaltaroq, ichlari chuqurgina, ichiga bemalol ancha-muncha narsa solsanglar bo'ladi va bu aylanali fermuar sumkamiz. Xo'sh, keyingi obzorimiz mini narsalar. Bu qizlarimizga anaqa naushnik soladigan, ichiga naushniklarni solib olib, yonligida osib olishsa bo'ladi. Mana qaranglar, naushnik soladigan, rosa нежный chiqqan. Mana yonida o'zini kichkinagina brelogi bor va osib oladigan joylari bor. Bu naushnik soladiganimiz 40 ming so'm. Mana bunaqamizi bor. Bu insonni o'zini qo'liga moslab katta-kichik qilsa bo'ladi. Mana orqasiga qilganman va qo'l buni chiqarib olib qo'lingizga braslet qilsanglar bo'ladi. Bu qo'lga taqiladi qizlar. Qo'lga taqib yurasizlar. Bunga plastik karta, pullaringlarni solib, pomadalaringlarni solib bemalol yoningizda olib yursanglar bo'ladi. Bezarar qo'lingizda turadi. Bu mana ichlari keng, katta, bemalol pul, pomada, plastik kartochka sig'adi. Bu просто qo'lga kiyilib oladigan. Mana shunaqa yonlari yurakchali, rosa нежный. Bunimizni 40 ming so'm qilib beraman. Mana buni 20 ming so'm qilib beraman qizlar. Bu naushnik soladiganimiz o'zi zakazga bir to'qigandim, 30 mingdan to'qigandim. Bayram munosabati bilan 20 ming so'mga beraman. Mana o'zini bu ham munchoqdan yasaganman. Breloklari bor. Buni 20 ming so'm va qo'lga taqadiganini 40 ming so'm qilib beraman. Va undan tashqari esingizda bo'lsa, bunaqa bardoviy sumkamiz bor. Bu to'qilgan sumka. Mana qizlar, babochkalari ham o'zidan, ichlari keng. Buni 50 ming so'mga beraman. Mana babochkali sumkamiz rosa trend bo'ldi bir paytlar. Keyin undan tashqari mana bunaqa sumkamiz bor. Mana qaranglar qizlar, rosa chiroyli. Qo'lingizda ko'tarib bemalol olib yursanglar bo'ladi. Mana buni ichlari keng, ichiga telefon deysizlarmi, daftar, amallab daftar ham sig'dirsanglar bo'ladi. Ko'tarib yuriladigan sumkachkamiz. Mana yurakchali sumkamiz. Sifatlari вообще zo'r. Bular to'qilgan. Mana buni 70 ming so'm qilib beraman. Undan tashqari pingvinchamiz bor. Mana ko'rib turganingizdek, bu pingvinchamiz ochiladi. Qizlarimizga quloqchini bor. Ichiga shokoladlar yokida zakolkalar solib bersanglar bo'ladi va ichiga sovg'asini solib bo'lganinglardan keyin
usti yopiladi va buni boshida quloqchini bor edi. Quloqchinini qotirib beraman. Hozir qotirmagan bu. Boshida mana bunaqa quloqchini bo'ladi buni. To'g'risi boshida quloqchini bor pingvinchamiz. Buni 50 ming so'mga beraman. Bemalol ichiga shirinliklar yoki zakolkalar solib, qizingizlarga hadya qilsanglar bo'ladi.